Assalamu alaikum arkadaşlar. Ben bugün sal kechikib qoldim. Men kechirim so'rayman. Men hozir gapimni boshlab beray. Chunki bu nima live stream naqmaydan bo'lgandan keyin bu baribir to'g'ri chiqadi. To'g'ri qo'yib qo'yilgandan keyin to'g'ri sizlar o'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ldi. Hozir vaqtida qatnashmaganlar. Bugün mening bu yerga to'g'ri maydoniga yana chiqib qolishimdagi sabab asosliq bundaq bir ikki sababdan chiqib qoldim. Birinchidan bizningki hozir o'zinglar bilgandek 24-noyabrdagi Urumchidagi o't voqeasida begunoh o'lib ketgan qarindoshlarimizniki amaylarni qayg'urdi, lekin ashla to'g'risida elib berilayotgan harakatimiz qanaq elib ketilyotdi, uning yetersizliklar va ortiqchiliklar nima. Bu to'g'risida bir azoqning bir to'xtalib bir izdinish elib berish. Ikkinchidan bu bizningki o'zimizningki vatan bo'lgan bu ish hozir Xitoyninki boshqa o'lkalardagi, masalan 12 o'lkadagi 40 necha hozirmish bugun qarasam, ya'ni 10 necha oliy maktab qo'shilibdi. Shuning bilan 50 ga yaqin oliy maktablarda bu o'quvchilar harakatini boshlab aytdi-ku. Bir mundaqcha aytgan chaqda bir shu harakatning boshlanishiga bir yipuchi bo'lib qoldi. Ondan olsa bu nuqtani aytgan chaqda bizningki o'zimizning qilib kelayotgan harakatimiz nerede turdi? Bu Xitoylarning hozir yangidan uyg'ongan xalqi yoshlarni uyg'otish demokratiya harakatlari degan bu harakatlar uni nimadan derak berdi? Endi ashini biz yilqi izlanmay ham o'ylashmay bo'lmaydigan masalachi. Shunga bugungi asosan sizlar bilan to'xtaldiganim dal mush ikki nuqta. Endi bu jarayonda agar sizlar o'zinglarningki o'ylaganlari yoki savolinglar bo'lsa, asliga tashlab qo'ysanglar bo'ldi. Men haqiqatan endi u savolinglarga amalning boricha javob berishga tirishman. Endi meningki bundaq bir endi birinchi nuqta to'xtalsak, endi shu voqea yuz bergandan keyin bu tragediyalik bir night ichinishlik bir ish, bu odatdagi bir ish emas. Qarab turib 4 soat qarab turib 44 odamninki kuyib o'lishni shu qarab turish hamma derizdan kishilar bizning xalqlarimiz qarab turadi, qarab turib ash odamlarning o'lib ketishini o'zi degan night ichinishlik. Har bir daqiqani, har bir nimani ko'rib turib ash odamning hayotdan manguchi ketmaydi u ish. Bu bir tragediya. Onun bilan bir vaqtda yana bu bütün vatanning ichki sirdagi bütün bizning jamoatni haqdan tavratdi-ku. Bu tavratganda bu bizning o'zimizningki mushu insoniyat nuqtai nazaridan aytganda o'zimizningki zodi bu vijdon masalasini, vijdonimizni bir taroziga solib boqadigan ashnaq bir ochqishliq bir sinoq bo'lib qoldi bizga. Endi o'zinglar bilgandek bu vatanning sirida biz nurg'unlagan yerlarda masalan namoyishlar bo'ldi. Yilqi sham yandırıp ta'ziya bildirish marosimlari bo'ldi. Eng muhimi vatanning ichidan endi meningki butun social media uyaga qaraganda bundaq ikki narsani bayqadim. Bu narsaga o'tashdan burun men bir narsani deb qo'yay. Hozirgacha men o'zim rasmlarni, uchurni to'plab kelayotgan odamning soni hozir qazoq ketgan qarindoshlarimizning soni eng kichigi 8 oylik, eng yuqorisi 60 necha. Şu 65-70 ağırlığı bo'lishi mumkin. Aniq tug'ilgan kuni taxmin aniqlab olmadim. Hozir aşedimning o'zi 26. Yana demak menda 10 kam degani 18 odamningki uchur yo'q degan gapchi. Aşıningdan qarasanglarmi bu Xitoyningki voy ara 10 odam o'ldi degan xabarning naqadar puchak, xato ekanligini aşıningdan ko'rib olgan bo'ldi. Ani bu shu xato birinchidan xato anglash, yana birisi hukumatning qarab turib
Әммеден ашу қарап тұрып günahның әмміне şu binada otagan adamların özüge atıp koşma hatta Xitayını sekirtip etdi. Ulan ve hazır bütün dünyada bu social media emniyeti tutsa, o üçün əmmeden bir söyle ortaklaşıp atkan tutsa. Aşındaki inik turup mu? Yana aş kokmay bu nemenenki aşı atalmış Şinjan hükümetininki adamları kokmay yalgan sözlü şu şeyde. Aşı nurgun adamınki gazbini kozgıda ehcam. Endi bu gazbini qo'zg'ash bilan bir vaqtda bizningki ash vatanning ichki odamlarning yana naqadar botirligini, naqadar qaysarligini, naqadar aqlli ekanligini biz ko'ra olamiz. Ashlar o'qishmagan usul, ya'ni o'qishmagan metodlar orqali o'zlarininki bizga demoqchi emas, sirtqi dunyoga demoqchi bo'lgan shu uchurlarni haqda yetkazib bera oldi bizga. Ashning o'zi men uchun aytgan chaqda intayin bir bu baha koyulub olmaydigan bu qimmatli bir bizga uçurmamas deb qarayman çünki hatta ular o'z oldiga the social media ashnaqa kampaniyalarni qo'zg'ayoldi deyish balla nurg'un usullar biz o'ylab baxmagan usullar qiliq ana uniki hammadan diqqatimni qo'zg'ini ilqma chet-elliklardan bor bu Xitayninki nemisdan bor bizdan bor uch maymunninki hikoyasidir ağzı itibiliş, közünü itiş, gaz, qarğı, gaçı buluviliş. Şunda xoğan çağdılam, sen hayat qılalaysan degençü. Bu muşu nərsini bu social media arqılıq sırtqı dünya haqda intayin yaxşı ispatlab berdi. Nurg'ulğan bu kampaniya da Xitaylarmi yüzleri turam nima o'tgan joyda o'tiramay ashlim qo'zg'algan bo'ldi. Endi nimaning sirtiga kelsak, bu vatanning sirtiga bizningki o'zimizning qilayotgan ishlarga kelsak, bizningki hozir qiladigan endi ikki narsamiz hozir namoyish qilgandan boshqa ash social medianing o'zida #urumchifire degan ash hashtagni umumlashtira oldik-ku. Aşu xili 72 saatdan yağı xilicik minvatıda aşınında. Anonunkin o yana bir hashtag Black Friday for Uyghurs degan o unchula yaxshi ma'lumotdi. Onunki umumlashgan yaqimiz ishlatgan miqdori qasam unchula yuqori emas ekan. Anonunkin dunyoninki nurg'un shaharlarda nima qildi-chu? Sham yandirish orqali masalan shu Xitoyning o'zining ozroq insonparvarligi bog'lari bizga isloshlik qilgan bo'lib, bu faoliyat o'tkazgan bo'ldi. Endi uning ichidami ikki turliklar bor. Birisi haqiqatan bizningki ohuzlarimizni anglab turib, bizga haqiqiy isloshlik qildiganlar. Ya'ni yana birisi o'zininki davlatning ichidagi hazırkı buluvatkan özünki hükümetiga, özümüz Xi Jinping'e karşı güçlük tesiri bilen özünün vicdanıga yüzgilenmey oturga çıkıp muşunu kılış arkalık özünki xalqarada emde bu ne kadar insanperverlik ba insanlar bular degan aşılarsını namayan kılış üçün bolsun çıktı. Ama onunki bəzən birlərinə qarsak, məsələn, mən başqa dövlətninkini bilməyəm. Başqa dövlətninkiga mən fikir yürüzgünmü yox. Onu özəngli şu dövlət yaşayatqanlar, onda bir köz yügürtüb, özəngli bir təşkür şey elib barsanlı oldu. Lakin bizim Avstraliyaninkidə şu, məsələn, bizninki Brisbane, Adelaide, Sydney, Melbourne, şu Perth'ın bopduras 5 şəhərdə aşnaq şam yandırıb bir vaxtın özdə axşam saat 7-də aşnaq palet ilib badi. Buların içində iki türlük Xitaylar var. Birisi yenilam aşı özününki vətəndən çıxqanlar 4-5 ayının aldıdan özü yaş, lakin özününki hazırki rejiminin özüdə özgürüşünün buluşunu ümid qıldığanlar. Yani yeni birisi bular burundan tartib bizga azaq hisidaşlığı var, lakin Xitoyninki hakimiyetiga azaq intayin o'ch
Bopmu ular mustaqillik demokratiya degan narsani to'lab kelayotganlarninki birisi. Ana shular ikkisi bilib-bilmay bular birlashib qoldi-chu. Birlashib qolgandimi, ondan nima qildi desa, Xitoyninki o'zininki United Front line deymiz. United Front o ma Xitoy Tongran bo'yicha Tongran o'zining o'rnashtirgan odamlar bor. Aşılar ma o'quvchilarning orasiga, xalqning orasiga singib kirib turib, aşu mushundaq kollektiv faoliyat bo'lgan zaman ash faoliyatninki mayitini o'zgartirdi bular. Əməliyyatda aşının içində iki şəhərdə aşınaq mayitini o'zgartirib etdi. Birisi Sidneyninkini, yəni birisi Brisbaneninkini. Melbourne'ninki qarsam onunki nemisida toza aniq xabar yo'q, uni bilib bo'lamadim. Adelaide'ninki qarsam ikkiga bo'linib ketibdi. Şu iki yerdə yoqmasa şam bir yerdə yorğunluq olsunmu, adamlar ikkicha turib degandek. Aşındaq bo'lib ketdi. Endi biz nerede deganda biz u yerda bizning odamlar yo'q. Ananınkin bizden bağlan adamlardan kömüdüm ben şahsen. Yani bağlan borsumu ola nerede turdu, qanday qildi onundan ben şu videolarını qarab baxsam hiç kömüdüm. Endi bu ninki bu meseleге men birdan turib qaytib kelma. Endi mushu jarayonlarni qarasak, endi bu yerda mundaq bir narsa bor-ku. Bu yerdeki mesele biz özümüzninki bulavatkan, özümüzün beşi kege işqa, özümüzün iyi bulamayatkan bir mesele var. Yani iyi bulamayla kalmasın, belki özümüz bu vatanın sırtı durup, erkin dünyada durup, vatanın içindeki şu yaşlarının kılvatkan hareketine biz dadıllık bilen neyim kılamdak masaj veremedik. Ben aşını his kıldım. Yani yeni birisi, onunkin bizde mesela CNN mi dedi, BBC mi dedi, ama bizim Avustralya'nın neyim kıldı, şu haber yazdı bu doğrusu. En mesela diyen nerse 10 adam öldü, 10 adam öldü dedi. Bizimki Twitter'da üye bir yerde bir kançımız diyen bulduk. Lakin şu bir teşkilat ya ki bir başka medya hükümet daireleri bilen ya ki çoğurak kişilik hukuk teşkilatıyla münasebeti bağla oturga çıkıp toxta bizning 10 adam emasdi 44 adamdi mani ko'dingma deb en oldingi boshlang'ich davrdagi shu paketlarni darhol sunib ashning ta'sir ko'rsatmoqchi. Endi ben bunu mesela şahsen ben bir iki adamla deyişip baktım bir gün. Deyişip baksam ve onun nimini his kıldığım degende ola Xitayning içindeki ularninki bizning aş ölgen 10 adam degan aş xabardan o diqqat alıburun yetkilib ma Xitayning içindeki bulvatgan bu çoğ uyg'unishga alıburun yetkilib bo'ldi. Şu ularning davatqini biz bunun köp bilik fikir yürgürsek bo'lmaydi, köp fikir yürgürsek ma bu nimege Xitoyning ichida bo'layotgan cho'ng uyg'unishga biz endi astig' su kirgizgan bo'lib qolamiz. Shunga xuddi g'arb buni qasdan ulg'aytib qo'ygandek, bu harakatga biz aks ta'sir berib qo'yamiz. Shun buni so'zsak bo'lmaydigan ashtaq nemisdimi? Ashxil o'ziniki tarafdarının bana diyen boldu-chu. Endi bu aslında nima derak yurdi desa, bizdeki özümüzün işi bulanmaslıkninki ne kadar ig'irligini-chu. Ana yana birisi, bizning shu xuyimizdimi, shu xususiyatimizdimi, mushu chet eldagi hozir bizga yordam qilyapti, men sana aniq berim degan ashunaq tashkilotlarni aslında bilib bo'pti ular. Shun bulu baribir diqqatmasaqmi, bularniki menda demasakmi, o'zir vaqirab, o'zir to'xtab qoldi deydigan ashuna ish tuyuqidagi baka ularda. Endi men buningda azar g'azablandim. Shu achchig'im keldi, lekin o'zimda besib, to'xta, men hozir bir narsani yezyapman, sen men ashuni evet bo'lgandan keyin ananiki şunun sen qarab, bu faqat şu Covid'ning bilan munosabatlik, Covid'ning sababidan bo'layotgan ishmi yoki boshqa oq ko'rinishim bormi, shuni qarab baqarsan.
deb endi ular bizningki bu o't ketish vaqasi andan keyin xalqlarning aniq norozilik bildirishini nayt oddiylashtirib mush covidning sababidan covid jarayonida uyga so'nib qilish sababidan bo'layotgan ish deb boshqa nemisni boshqa tarafdorni qarashqa ham petinmayotdi ham o'zining diqqatini burg'usi yo'q bularniki. Bularning butun diqqati hozir Xitoyning ichki qismidagi ishninki qancha cho'ngib ketsa, shunchaki yaxshi bo'lganligini shu tarafdorlarda. Buningki og'zi demagan bilanchi. Endi ikkinchi nuqta o'tay. İkinci nokta bizningki mayli biz e'tirof qilaylik, nurg'un bizning oramiz voy undaq emas, nima korim deydigan har xil o'xshamagan fikrda bor odamlar bor. Mayli koringiz bo'lsin, bo'lmasin, amaliyotda Xitoyning ichida ikki yerda namoyish bo'lsa, ikki yerda xalq ko'tarilsa, odamdan xayning ishi uxlamaydi-chu. Birisi Urumchi, birisi Beijing. Bu qitim mush bizningki 24-soatlik fojiadan keyin ikkili shaharda tam odamlar nimaga chiqdi, shu uydan qo'pib nimaga chiqadi, ko'chaga chiqadi. Endi bu ko'chaga chiqayotganlarning ichida Urumchiga qarasak, asosan Xitoylar ko'chaga chiqdi-jimi? Shu nimalar saqchilar bilan yuzturani bu ishlar nima udul-mudul to'qinishib, ashlarga degan nimasi, hatto shu nimaniki Urumchi shahrining xalq hukumatining binosini bösek kirib bo'libdi. Kirib bu ashlarni qilganning hamisi, uning ichida Uyg'ur yo'q, ya'ni Xitoy. Nima qildingmi? Ana yana birisi Xitoylar oqisqa nima qilsa, ashlar saqchi qo'rqmay yugurib bora olganmi? Yana shu Xitoy, Uyg'ur yo'q yana. Shunga bu narsa hargiz bizningki Uyg'urlarning huquqini qo'g'dab, Uyg'urlarningki adolatsizlik bilan bostirilib, ashg'alolat tushib qolganligini xalqaro bildirish sababidan bo'layotgan namoyish emas ular. Ular faqat Xitoylar o'zi shu noroziligini bildiramay bir bana topamay aran to'g'a vaqtida o't ketdi, o'lgan odam bizdan o'lgan bo'ldi, lekin ko'chaga chiqqanlar yana shu Xitoy o'zi bo'ldi. Endi lekin nimaninki Xitoyning ichki o'lkadagi ahvoli qarasak, buningki nimasi sal alayda. Bu nima desa, ish amaliyot Shanxaydan boshlandi. Shanxayninki nimaning o'ttirsida bir ko'cha bor-ku, Vulumichi Junglu deb, Urumchi o'tiruvchisi deb tarjima qilsam bo'ldi. Ashunda bir cho'ng bir avod bir ko'cha bor. Ondan keyin u yerda asosan bir qancha oliy maktabning o'quvchilari, ondan keyin shu ko'chaning atrofidagi, masalan, sal kitob o'qigan yoki bo'lmasa kalsal ishlaydiganlar shu yerga yig'ilib, amaliyotda sham yong'izib, yondirib shu bizningki uylab ketgan qarindoshlarga 10 odamga jumi 44 emas yana. Shularga ta'ziya bildirish yuzidan ular ashnaqa ish boshlagan bo'lib, bu yig'ilishni asla boshlagan. Başlagan gün bu yığılış çoğuyup en ahırı bu adam köp kelgen seri bu bularınki bu çoğun namayiş qaylanıp ketip kaldı. Namayiş qaylanğandı mı? Qandaq namayiş qaylandı degende. Bu bizim qarindoshlig'ninki uylab ketgan ish bir yerda qilib, Şamyan doğan işlarni bir chat qilib, ta'ziyami bir chat qilib, bu Xi Jinpingni taxtdan tushish. Anondan keyin Komünist Partiyasi, Xitoy Komünist Partiyasi huquqni xalqiga sen yo'qol deydigan ash ishga yig'inchoqlashdi. Anondan keyin shu nolab bir vaqtda bu ish Beijing, Nanjing, Tianjin, Wuhan, Guangzhou, Shenzhen degan bu cho'ng shaharning hammasiga biraqlam yamrashdi va hatto Hangzhou, Suzhou bor ishida. Shuni bilan qarab kelsam, shu dengiz bo'yidagi aşı şiyeme baras. Aşı nemeninki 16 ülkenin hemisi takılıptı. Anındaki aşağıdaki asaslık ali mekteplerinin okuvçularına asas kıygan. Bula aldı bilen nemege çıkartçı. Bu bütün iş bizninki şu ülüp ketken qarindoshlarga azıq ta'ziya bildirishlar boshlangan bo'lsa-mu, ishni ashna boshlab ahiri bular o'zlarininki bir uyg'unish harakatiga aylantirib etdi.
Bu uyg'unish harakatiga aylangan vaqtidami, yanılan yoshlarningki davatgan gibi biz mushundaq rejimda tug'imiz yo'q, ham yoshlig'imiz yo'q. Mushundaq bir tarix xatolikqa biz biz haqda bo'lganimiz yo'q. Biz hargiz bu Şi'nin qilayotgan ishni qo'llaydiganlarningki tarafdorida tarixda ashuna yezilib qilishni xohlamaymiz deb andin bular qopdi. Masalan, Beijingning o'zidan o'zingni o'ylab baxsanglar 1989-yili nima chiqqan vaqtida o'quvchilar harakati bo'lgan chog'da beyda chiqqan. Andin nima Çinhua chiqqandi. Andin Reminda shuni o'quvchilar chiqqan. Ashuna qilib kengib oxiri shu Beijingdagi asos oliy maktabning hammasi asosan kelgan bo'lgan. Endi ashundoq bo'lganki, o'ylab yiqinglar qarindoshlar. Bu qitimmi ashundoq shu suratda tizlashdi. Shu suratda bu odam ashundoq taralgan bo'ldi-da. Taralib qolmasdan andan keyin bular mandaq bir harakatni boshladi. Bular mandaq A4 mandaq manchak cho'nglikli qog'ozni ishtimi yo'q, mushnaqli ko'tarib o'zining noroziligini hukumatga bildirishga boshladi. Andin eng muhimi bu norozilik Temin maydoniga kelib ketdi. Shuning bilan hozir butun nimada Xitoyning ichida hukumat haqiqatan qo'rqdi. Chunki bu harakat hozir davomlashayotganiga hozir 3-kunga qadam qo'ydi-chi. Andan keyin torlardami bu jat nurg'un munozirlar bo'lyapti. Andan keyin kishilar buni qanday qilganda davomli kengaytirish tarafdorida turyapti. Odamlar qo'lga ilinyapti. Andan keyin qo'lga ilinsimi, yana o'qishmagan usulda bu ish kengayishga qarab menyapti. Endi bu bizning aramizda bormi? Nurg'unlagan nimada bu Xitoyning demokratik bu ishlar bizga nim foydasi bor. Bizga hech qanday foyda kelmaydi. Andamanda agar bu rejim o'zgaribmi, shichib ketsin bizga foydasi yo'q, mundaq deydigan. Men shundoq emas. Xitoyning ichida o'zgarish bo'lgan vaqtida ash o'zgarish bizga ta'sir ko'rsatdi. Bizga ta'sir ko'rsatganda biz tayyormi deganda mundaq bir savolni o'zimizdan so'rasak bo'ldi. Shunga obiyatimki men bayon sizlarga deb o'tdim-ku, bizdagi saqlanayotgan masalalar deb. Shu saqlanayotgan masalaninki shu ikkinchi cho'ng masala bizniki o'zimizningki davosimizga o'zimizdan egolanmasligi. Masalan, uningki egolanmaslikninki ikki sababini dedim. Birinchidan biz 10 odam o'ldi deb hozir butun cho'ng mediada xabarni beryaptganlar hozir 3 kundan oshdi. Onun nisbatan biz bir tanbeh berib, paketlarimizni o'tirg'i tashlayanmidik. Shu bu shaxsiy nomdan Twitter uyabiyada biz atgan bilan mana bir tashkillik holda u narsani biz qilib bo'lmadik texi. Bu bir masala. Bo'lmasa vatanning ichidagilar shunchalar o'qishimga usulda bizga deb beryapti uni. Xuddi og'zimizga gap sepmagandek. Ashdimi biz yaxshi foydalanmayapmiz. Bu ikkinchi, endi buning ikkinchisi, o'ylab baxsanglar, tunogim, mening vaqtim tunogunda sizlarningki atigan bo'lishi mumkin. Shanxayninki shu Wulumchi Junglu degan xatninki nima bor, shu ko'chiningki ismi bor, shuni ilvetdi. Shuni ilvetsak, bu ish jimiqdi, xalqlar yig'lanmaydi deb shuni ilvetdi. Ilvetgandan keyin bu yana bir harakatninki barliq kelishini paydo qildi. Buni nima qildi deganda nurg'unlagan bu Shanganlik, Tayvanlik nurg'un burundan tortib o'qishlar harakatini kuchlik mang'uzib kelayotganlar. Shu taxtga o'xshash qilib, bunda qog'oz bosqizib, masalan, London, Manchester bir qancha cho'ng shaharlarda, anonki Yevropadagi bir qancha cho'ng shaharda Xitoy konsulniki oldiga ekib ashni chaplatdi tamlaga. Bu nima desa, sen oyatga o'tiksang, sen mana kuzdan ko'rib turib deb.
Anandan keyin ilqi muhim yerlarga chaplab qo'yib, xalqlarni ko'rish. Ashmo bir ilqi noroziligini bildirishninki bir namoyishning bir usuli. Demak, aşı yoshlar ash ishni ilqi bizni ishtirak qila oladi-chi. Ana ashni qilishning o'zimi demak u yerdagi ismga qarang. Bu bizningki, Urumchi bizningki siyosiy markazimizningki ismi. Urumchining degan shu ko'cha Urumchining ismi bilan qo'yilgan ko'chiningki ko'cha taxtasining elevitilishi Xitoy bizning ishimizni o'zininki bo'layotgan harakat sug'urib elevitish. Arivitish-chi. Arivitish bo'ladi. Lekin ma bu vatanning sirtidagi, Xitoyning sirtida bo'layotgan ma bu harakat uni ishtiklam yerga tashlab etmay, bu ishtiklam buni sug'urib eliblam, o'zlarining yana bir harakatiga aylantirib etdi. Demak, mushnomu ashlarningki ijodchiligining naqadar kuchliligini ifodalab berdi-chi. Aşağıya kelganda mesela şu narsaga biz qoida bo'yicha biz igidorchilik hisob qiladi. Biz aslında igidorchilik qilamidik. Ananiki yana birisi dunyoning har qaysi yerlarda masalan azroq insonparvarlikka baxtlarning kamisi bizga nima qildi? Yesidoshligini bildirib o Vigil night day candle night deydi, uni qildi. O bo'laverdi, insonparvarlikda aslında qilish kerak. Aslında qilgandimi biz uni nayti tövənçilik bilan qabul qilsak to'g'rildi qoida bo'yicha. Lekin qabul qilish bilan bir vaqtda bizningmi ashyoda bizga vakil qiladigan, o'zimizning manfaatiga vakillik qiladigan odamlarimiz bo'lishi kerak. Ana bunda bo'lganda ondan haqiqiy u ishninki bizga qilingan bir hurmat, Xitoycha acknowledgement deydi, o inglizchada. Shu bizningki hozir beshimizga kelayotgan bu ofatni haqiqiy xalqaraga bildirgan bo'ldi-chi. Amaliyotda u ba'zi yerlar qarasangiz Xitoy oshningdan foydalanib ketgan bo'ldi. Foydalanib uni o'zininki xalqarada Aşı Xitoy hokimiyatiga bo'lgan noroziligini ifodalaydigan bir ishga aylantirib etdi-chi. Umi bo'lib tursin, lekin eng muhimi Xitoyningki hammaga singdirib etgan mushundaq ishga buzg'unchilik qilganlar kirib, uning rangini o'zgartirib etdi. Unda bo'lgan chaqda agar bizning ichimizga odamlar u yerga kirib, ashningda shu so'rinda turman desa, unda bizning prinsipimiz nima bo'ladi? Onu biz aslında uyuşup baksak olur-chi. Mesela Dam meydanda bo'lgan narsani men shu vaqtni o'z uxlamagandim. Ashni o'zim shu naq meydan qilgan vaqtda naq meydan qilgan bolalarning kelmisini ko'rdim. Andan men Facebookda buni o'rtoqlashib qo'ydim. Aşağıda de aballar u yerga bayroq ko'tarib aqdan bordi-chi. Yomg'ir yog'adi. Anadan keyin ular oq qog'ozni mandaq ko'tarmay, oq qog'ozning ustiga Uyghur genocide degan xat var o da menimcha qora yezilib apırıptı. Apasa aşağıda bir qancha o'sha cho'nquruqliqning Xitoylar buning nima qilsam bayrog'ini akat aqlay ko'klaydi. Aşağıda ashlarning aqdan nervisiga tegdi. Tekkendikin bu Uyg'urga bildirilayotgan ish tursa, bu onadan faqat butun uylayotgan, so'yqirib bo'layotgan odamningki bir qismi bu taxay. Şunu sen manasını itiraf kılsan olurdu. İtiraf kılıp durup ananınki mapaliyetinin özgürsen olduğu dep. Ola aşnaq dedi emniyette. Digendikin o gep onda o kabul kılınmadı. Çok Xitaylar. Şu yada Xitay aşnaq özü lan bütün top işki bölünüp gitti. Bir kısmı bizni kollaydığı, yan bir kısmı bizni kollamaydığı. Hem de onun ki cizelinin işki kısmı kırmayayım hemen. Lekin meninki dikkatini qozgan narsa aşağıdaki bizninki özümüzün cemaatinin işçidimi aşındaq bir sorun kirgan vaqtida özümüz qaysi xil salohiyat bilan kiramiz. Özümüzün işimizga qandaq ega bo'lamiz. Özümüzün işimizga ega bo'lgan vaqtida qandaq simbolik, mandaq bir simbol xarakterlik narsani akirib turib bizning kimligimizni. Bu siyoset o'ynatimiz qarindoshlar bu yerda. Bu biz bu yer mimarchilikqa yo'qimiz bir san'atchilikka bo'lmayapmiz. Sizninki mayli qanday qilinglar, aşağı beringlar, sizlarning shu maydonga kirishinglar
Uyg'urning ash maydonda bo'lishning o'zi siyosat. Unda qolgandan siyosiy sorunlarga kirgan vaqtida bizda simbolik bir simbol xarakterli bir narsa bo'lishi kerak. Masalan, uningda qarindoshlar bayroq ko'tarib beribdi. Ashumi o'zining bir simbolik. Agar bayrog'ini olmasanglar, bundaq sharpa, ma'noda bir yengil bir sharpimiz bor. Sharpini bo'ynog'iga silib bundaq bassanglar bo'ldi. Agar ma'lum bo'lmasa, anadan keyin bizniki kichik nima bor? Bayroqninki kichik nima jumla qilmandaq o'xshamagan nimadiki, iznaklar bor. Iznakni taqinglar. Yoki bo'lmasa mushu rangda, mushu bizniki bayroqning rangida gül var. Gül taqib elinglar. Bulamda aşının hammasi demek bizniki bir simbol, xarakterlik bir narsa ekanligimizni ifodalab berdi. Uni qilmaysizlar o'zinglar. Qilgan odamning uningga ta'sir u andaqti deb o'zinglar uningdan o'sak topsizlar. Demak, oyada ikki bosqich bor miyadichu. Bu yerda ikki masala. Birisi sizlar o'zinglarningki vijdoningni qaynab u yerga bordinglar. Vijdon qaynaganlik bir gap, vatanparvarlik tuyg'usi bor, u ayrim gap. Vijdon qaynagan vaqtida vijdonning qaynashi u faqat vatanparvarlik tuyg'usini yetildirishning birinchi bosqichi. Unda qo'ygan ekan, ba'zan vaqtida odam kichik fil bo'lib, vatanparvarlik tuyg'usi haqiqatan bor, yoki bo'lmasa qiyni qaynab turadigan ba'zan bolalarningki, ularning fikrini anglab boqay yaxshi. Ular tavlanib ashaga borgan bolalar-chi. Ashu bosqichga borgan bolalar. Unda qo'ygan ekan, bizningki oramizda nurg'un odamlar bor, bayroq bayaga bormaydi. Mush vaqt, mush ay, mush kunlardami bayroq bayaga bormaydigan qarindoshlar nurg'un. Anadan keyin ko'k rang aralashib qolgan narsani oldirib kelmaydi. Ashning o'zini nima desa, ma ichdagi qo'rqoqning chiqib ketmaydiganligi. Lekin nima jihatdan vijdon azobini tatiyotganlar. Unda qo'ygan ekan qarindoshlar, bizda ashnaq bir sorun buningdan keyin taqim chiqib turdi. Bizda ash nima bo'lishi kerak, bir prinsip bo'lishi kerak. Qaysi xil prinsip, qaysi xil usulga kirib, ashnaq sorunda o'zimizning millatiga, o'zimizning xalqiga biz vakillik qilamiz deydigan. Men ishonamanki, agar ashada shu tibetliklarga atab qilingan ashna bir faoliyat bo'lsa, tibetliklar mana bayrog'ini og'ib, mana dumisiga otib bordi. Ba'zi hargiz tibetlikni bayrog'ini dumanga otib olib chiqatmaydi demaydilar. Bu nima desa, tibetliklar ashni kundadi shuningga. Biz uni kundirib bo'lmadik, dahi. Biz ma o'zimizning odamlarni kundirmayapmiz-ku. Onda qo'ygandan keyin biz xalqlarning andaq bizga andaq qarama-qarshi inkas qaytishi u mening farzim u normalni. Lekin uni o'zgartirish kerak. Uni o'zgartirishdan bir oldin o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Biz o'zgarmasak, ular hargiz o'zgarmaydi. Shu ishni o'zimizdan boshlaydi oldin. Bulamda amondan keyin biz mushu nima qilish jarayonida buningdan keyin bizningki darhol qiladigan bir qancha ishlarimiz bor. Masalan, men to'qqa chiqarib qo'ydim. Mushu 44 qarindishimizning uchur bola amalar nimasini avatib bersanglar, men bir doklad yezib tayyorlayotdim deb. Amaliyotda bizning ichimizda mushu Uyg'urlarning kishilik huquq u deb o'zini tizimga oldirib, shuni ishlayotgan mening farzimda 3 tashkilot bor. Sizlar cho'qim shu Uyg'urning nomini setib turib, Uyg'urning nomini dastaqlab turib, o'zinglar mablag' olasizlar, Uyg'ur kishilik huquqi deb turib. Unda bo'lsa, qaydimiz asosli yazsanglar bo'ldi ashni. Ashniki yozgan vaqtingda shu 44 odamning hammasining rekordini rasmiy nima qilib, sizlarda chunki ham vaqtinglar bor, ham mablag'im bor sizlarda ishlatib oladigan. Unda xo'sh Uyg'ur degan nomni elib olgan ekan ash mablag'ni hamda berdi. Qarzinglar bo'yningdagi ash qarzni sil qaydo'ncha andosanglar bo'ldi. Bu o'zing bir o'ylash beqinglar buni. Ananki mushunda mushtaq reportni yozgan vaqtida bir narsa.
Sen onu Xitayning ichki qismidagi kishilik huquq masalasi deb yozmaysan. Bu ne? Hazır devir o'zgardi. Biz hazır bütün kuchimizdan boricha kengaytirayotgan bir nazariya var. Kolonializm, postkolonializm framework deydigan. Bu nima qilsa mustamlika ramkasiga akirib turib yozsa uni yozgan vaqtida. Andın xalqnimi oshna qilib bu tarbiyalashimiz kerak. Ispat bilan tarbiya biz ispatsiz qilmayotimiz bu yerda. Ispat bilan andaq birisi nazariyani oshna tiklab o'zimizga asosini andaq qilib tarbiyalaymiz. Andaq bo'lganda xalqning og'zini kunidu. Ma ağzımızga qurqimizgin sepiri vermey, to'xtab da mami gap qila olayki, mening gapini bir anglay deydigan yerga uytidi. Şun bu meniki biz ümid qildigan bir ishim. Ikkinchidan, bizniki o'qishimga yanada namoyishlar bo'lyotdi. Unda olsa namoyishninki ikkinchi qadami nima? Ashnimi o'ylashib baqaylik qarindoshlar. Namoyish qilish bir masala. Namoyishninki natijasi nima bo'lishi, nima kutisizlar namoyishdan? Namoyishdan keyingi qadam nima qadam? Uni mayli tashkilotlar bo'lsin, mayli shaxslar bo'lsin, yoki bo'lmasa bir guruh o'zingni bir yerga qilgan bo'langlar, ashlar bir o'ylashib beqinglar. O'ylashib, anankin buningda azaq bir plan bilan ish qilinglar. Ana qilsanglar, andin buninki mandaq bir mandaq tamchi kulturşa deydigan narsa var. Aş işlerimiz bir yerga o'zligidan bir natija yaratishga boshlaydi. Mening bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan nuqtalarim shunchalik. Hamda bu nuqtaga kelgan vaqtida biz mening yanılam sizlardan umid qildiganim buning ichida menmi bor. Biz o'zimizning ishiga o'zimiz ega bo'laylik. Bu hergiz yani burun o'tkazgan xatolikni o'tkazavermaylik. Masalan, eng chong xatolik bizdeki. Masalan, 5-yil 40-yilda biz ölgen adam shuncha ko'p, materiallar eqib tushgan materiallar shuncha. Birinchidan ana shu material biz hergiz ilg'ab tanlab shallimdiq. Aşağıda bu aşçaqlarda fursat batdi bizga. Lekin aş fursatni yaxshi foydalanmadik. Shu hozirgacha aşı 2009-yili, hozir 2023 14 yil yog'i aşçaqda iniq olmay qolib qolgan ba'zi nuqtalar hozirga shu yana shu g'uvolatda, yana shu nimening ichida, shu haqqoniyetsizlikning ichida bislib ketaverib bordi. Agar mushqitimlik ishimizda yana shu 5-yil 40-yil tutgan muomala bilan ashtaq yo'ga mushna qilib ilib meni ilversak, oqibatini surishti qilmay. Bu ishmi yana bir haqqoniyatsiz ashna bir ish bo'lib, tarixning ichida ashna yezilib qilib ketaverdi. O'zimizni nim qilmaymiz shu, o'zimizni aqlayolmaymiz. Shunga ashna xatolikni yana takrorlamaylik. Men umid qildiganim shu. Ona Allah'a emanet. Yana bir qitim ko'rishish omon bo'linglar. Rahmat.